Eng gullagan yoshlik chog'imda. Muallif Maftuna Abdullayeva. Ra'no. Yaqindan men uy ishlariga xizmatga boradigan Oliya xolani. Adiz negadir u ayol yosh bo'lsa ham buvi deydi. Nabirasi. Aslida Oliya xola faqat enaga ekanini keyin bildim. Menga g'alati qarash qilib qoldi. Avvalga ko'p ham e'tibor bermadim, chunki Oliya xola aytganidek Adiz juda tortinchoq bola edi. Menga o'yin qilish uchun gap otadigan suyuqlarga o'xshamasdi. Qolaversa, hali menga hech narsa ham degani yo'q. Tikilib qarab turishini va har zamonda ba'zi narsalarni so'rashni hisobga olmasa, boshqa gap yo'q edi. Toki shu kungacha. Yo'q, aslida maktab boshlanganni ikkinchi haftasi pollatani yuvgani chiqqanimda hovuzcha yonida yurgan 10-sinfda o'qiydigan Ramziddin ismli bola men oldilaridan o'tishim bilan "Adiz, bugun havo yaxshi-a?" dedi. Bu gap menga tegishib aytilgani bilinib turardi. Ha demay bahor keladi-ku. Gapni Alixon olib ketdi. Gullar ochiladi. Orif, Ra'no Guldoshlar oilasiga nima qarar edi? Yana kimdir luqma tashladi. Men ularning oldidan qaytib o'tib ketayotganimda qadamimni tezlatib ketaman deb yiqilib ketay dedim. "Ey, Adiz, sekinroq qara." Ortimdan avval qarsillab bir-biriga tashlangan qo'llar va keyin kulgi eshitildi. Yuragim biram tez urdiki, yuzlarim ham qip-qizarib ketdi. Bu bolalar bekorga menga bunday gapirmadi. Nahotki Adiz ham bir tomosha boshlamoqchi yoki men haqimda bilmaydi. Lekin do'stlari biladi-ku. Men o'zimga shu paytgacha gapirganlarni birontasini betiga ham qaramaganman. Ular shunchaki qiladigan sevgi izhori men uchun haqorat. Ammo Adizni boshqalarga o'xshamaydi deb o'ylagan ekanman. Ammo tuni bilan yana o'ylab chiqib, Adizdan xafa bo'lishga o'rini yo'q degan xulosaga keldim. Bugun chorshanba. Maktabdan keyin ularnikiga keldim. Adiz hali qaytmabdi. Oliya xolamga qarashi bo'lib somsa qilishga tutindim. Oliya xola tandirga kirib o'zlari yopmoqchi. Tandirniki boshqacha deb qo'ydilar. Hormang. Ishga berilib ketib Adiz kirib kelganini ham sezmabman. Cho'chib ketdim. Bor bo'ling. Nima qilyapsiz? Somsa. Adiz yana nimadir demoqchi bo'ldi-yu, negadir indamay chiqib ketdi. Ichimdan bir issiqlik chiqib ketdi. Yana hushimni yig'dim. U qayerda-yu, men qayerda? Balki onam aytganday chiroyim uchun ozroq qiziqqandir, ammo men haqimda eshitishi bilan xayoli joyiga kelib qoladi. Shu fikr bilan o'zimni to'g'ri yo'lga solyapman. Qalbim javobsiz sevgi bilan jabrlanib qolishni istamayman. Onlar ham tinchib qoldi. Adiz ham keyingi gal dam olish kunida borganimda ham indamadi. Shunisi yaxshi deb qo'ydim-u, ichimda bir narsasini yo'qotgan kishidek bo'shliq paydo bo'ldi. Dushanba kuni maktabga kiraverishda 9-sinfda o'qiydigan Donaxon degan qiz suzilib meni to'xtatdi. "Menga qara. Sen Adizlarning uyida ishlayapsanmi?" "Yo'q, 2 kun borib buvisiga yordam beraman." "Gaplashasizlarmi hech?" "Yo'q", dedim. Ichimda esa bir bezovtalik paydo bo'ldi. U bu kimni yoqtirarmikan bilmaysanmi?" "Yo'q", dedim bu gal jahl bilan. "Ha, qachon o'tasan?" "Chorshanba kuni boraman." Donaxon xayrlashmay ham ketib qoldi. Kayfiyatim battar tushib darsga kirdim. Bir kun o'tib chorshanba kuni Donaxon yana yo'limni to'sdi. "Mana buni bugun Adizga ber. Faqat hech kim ko'rmasin. O'zing ham o'qima. Javob yozarkansiz-de." Qo'limda xat anqayib qarab qoldim. Bu Xistendaymi? To'g'ri, uzoqroq qarindoshim, lekin baribir bu xatni o'qimasligimni yoki uydagilarga aytmasligimni qayerdan biladi? Ha, biladi. Axir bunday qilmayman-ku. Shoshib Adizning uyiga yo'l oldim. Xat cho'ntagimda. Shu xat bahona Adiz bilan gaplashish va ko'nglini bilishni kichik imkoni tug'ilganidan xursandman ishimda. Adizni Donaxon qiziqtirmasligi aniq. Undan chiroyli qizlar bor sinfida. Borsam, Adiz har doimgidek qaytmagan. Qiziq,
Darsdan keyin qayerda daydib turar ekan bu bola? Balki xatni o'zi yo'q, payti xonasida qoldirsammi? Miyamga bir fikr kelib xonasiga kirdim. Dars stoli ustiga xatni qo'ydim. Qaydlar uchun qo'yib qo'yilgan qog'ozchaga shunday deb yozib qo'ydim. Adiz aka, bu xatni 9-sinfdagi Donoxon berdi. Hech kimga aytmas ekansiz. Yana javob yozishingizni ham iltimos qildi. Xonadan chiqib oshxonaga kirgan ham edimki, Adiz keldi. Salomlashib, biroz timirskilanib turib chiqib ketdi. Hayajonlana boshladim. Hozir xatni o'qib nima qilar ekan? Dam-badam soatga qarab qo'yaman. Yo'q, u 2 soat o'tsa ham chiqmadi. Buning ustiga bugun ishim ertachi bitdi. Bir xayolim javob yozdingizmi deb so'ramoqchi bo'ldim-u, fikrimdan qaytib ketishga chog'landim. Menga nima? Nega uni boshqa bir qizga bo'lgan munosabatiga qiziqyapman? Bu bolani kamroq o'ylashim kerak. Qayoqda? Tuni bilan o'ylab chiqdim. Kayfiyatim o'z-o'zidan tushib boryapti. Uff, taqdirimga ko'nib bo'lgandim-ku. Bugun yana navbatchiman. Suv uchun hovuzcha bo'yiga bordim. Aksiga olib, bugun u yerdagi skameykada 10 boylar o'tirgan ekan. Durbek meni ko'rib yana hunarini boshladi. O'zimni eshitmaganga olib, harakatimni tezlashtirdim. U esa behayo gaplar bilan meni oilam haqida ochiqchasiga gapira boshladi. Tushimga bosib indamadim. Qo'limdan nima ham kelardi? Suvni olib, pollatani yaxshilab yuvib izimga qaytdim. Ha, Ra'noxon, gapim yoqmadimi? Bo'zarib ketibsiz? Kutilmaganda esa Durbek yo'limni to'sdi. Qo'rqib ketdim. Bugun o'qituvchilardan birini to'yi. Deyarli hamma ketgan. Bori ham orqa tarafga o'tmasa kerak. Nima deysiz menga? Dedim past ovozda. Ana va opayni yig'ishtirish haqida o'ylayapsizlarmi? Yo, olib borayotgan harom pullarga shunchalik qarab qolganmisanlar? Nima desam ham hozir meni eshitmaydi. Sal nari o'tib ketishga uringandim, qo'limni bilagimdan yuqori qismidan mahkam ushlab oldi. Qo'yib oling, dedim qaltirab. Haromxo'rlar, sendek o'zini sotib kun ko'radiganlarni haydash kerak. Og'zingga qarab gapir, dedim ortiq uni haqoratlariga chiday olmay. Nima qilasan? Ana opangga aytasanmi? Qo'yvor uni. Shu payt ko'zim Durbek ortidan kelayotgan Adizga tushdi. Ey, senga nima? Dedi Durbek unga o'qrayib. Adiz javob bermay qo'limni bir tortib, Durbekni panjasidan ozod qildi. Shundan so'ng hech narsa demay bir musht tushirdi. Durbek uchib tushdi. U esa shu zahoti Adizga tashlandi. Bu tomoshani ko'rgim kelmay sinfxonaga otildim. 4 qadam qo'ymasdan Alixonga to'qnashib ketay dedim. Sekinroq, deb qoldi u orqamdan. Sinfdan sumkamni olib yugurib chiqib ketdim. Zaynab, suv qani? Lattachi? Degancha qolaverdi. Hozir hech kimni eshitgim kelmadi. Ko'z yoshlarimni ishimga yutib uyga qaytdim. Onam uyda yo'q ekan. Somsaxonaga somsa yopadi. O'sha yoqqa ketgan bo'lsa kerak. Otam ishib uxlab yotibdi. Xonamga kirib o'zimni yostiqqa otdim. To'yib yig'lashim kerak hozir. Kechga yaqin Zaynab keldi. Nima bo'ldi? Nega ketib qolding? Durbek biror narsa dedimi? Bir o'zing qiynalmadingmi? Yo'q, seni so'rab Adiz kirdi. Ko'zlarim o'zgarib ketganini Zaynab ham sezdi. Nima dedi? Seni so'radi, keyin ketdi. Sal duduqroqmi deyman shu bola? Qiziq, nega keldi ekan? Miyamda endi shu fikr aylanib qoldi. Tezroq erta bo'lsin deyman-u, kechagini javobini Durbek qaytarishidan bir qo'rqsam, o'rtada o'tgan gap tarqalishidan bir qo'rqaman. Ishlarimni qilib maktabga borgunimcha biroz kech qoldim. Shoshib kelayotsam, Adiz darvoza oldida kutib turgan ekan. Qadamim chalkashish boshladi. Niyatim uni ko'rish edi. Lekin endi nima deyman? Ra'no, dedi u, o'zi menga beshvoz chiqib. Ha, mana bu xatni egasiga qaytarib bering. A? Boshqa gap kutgan edim. Menga boshqa
Bu bunaqa xat olib boshqalarni boshqalarni xatini olib kelmang. Shunday dedi-yu, shartta burilib ketib qoldi. Qo'limda xat qolib, men qoldim. Boshqalarni xatini degani nimasi? Direktor xonasida 2-10 sinfni rahbari Zohida opa va Tojimurod aka va payshanba kuni yuz bergan janjalni ishtirokchilari 2 sinf o'g'il bolalari o'tirishibdi. Ularni qarshisida direktor Majida Islomova va direktor o'rinbosarlari zamdirektor Akobir To'xtayev va zavuch Hafiza Olimova. Xo'sh, kecha nimani talashdinglar? Savolini qaytardi direktor. Aytmaydi, dedi Tojimurod aka. Ichini ezib so'radim, g'ing yetmaydi. Agar qizlar aytmasa, bilmay ham yurar ekanman. Qachon bo'lgan janjal? Payshanba kuni. O'zi menikilarni yuzi ko'karib kelgandi. Ota-onasi hech narsa demaganiga sportdan orttirdik degan gapiga ishonibman. Bular 2 sinf sport maktabini orqasida ring qipti. Qolganlarni aybi yo'q, dedi Adiz bu mashmasha joniga tegib. Men bilan Durbek urushdik, tortishib qolgandik. Senga hali gap bormadi, dedi direktor xo'mrayib. Seni jimgina yuradigan aqlli bola desam? Adiz bunday paytlar aytiladigan gaplarni hammasini jim eshitdi. Kechiring, boshqa qaytarilmaydi, dedi bosh egib. Rahbarlar bir-birlariga bir qarab qo'yishdi. Nimani talashdilaring? Kim zo'rligini, deb yubordi Ramziddin. Kim ekan zo'r? Jahli chiqqan direktor o'rnidan turdi. Bir-biringga biron zarar yetkazib qo'yganingda nima bo'lardi? Ahmoqlar, kim zo'r emish? Hali hayoting oldinda ko'rasan kim zo'rligini. Xullas shu kuni Akobir To'xtayevni tepkisini obdon tatib ko'rgan 2 sinf o'g'il bolalari bir-biriga o'qrayib uy-uylariga tarqalishdi. Nega kim zo'rligini deysan? Dedi jim ketishar ekan Otabek birdan Ramziddinni turtib. Toji muallimni shu gapdan keyin aftini ko'rdingmi? Savolga javob bermadi Ramziddin. Shuning uchun alamini bizdan oldi, dedi Otabek do'ng'illab. O'lma, yeb yurmagan kaltagiymi? Dedi Bunyod yo'li boshqa tomonga ketayotgani uchun qayrilib o'rtoqlarini oldini to'sib. Bo'ldi, gap shu yerda qolsin. Mensiz gaplashmalaring. Gaplashib qo'ysak, yana bitta ishkal qilib bugungi voqeani takrorlaymiz. Otabek o'rtog'ini bir tepib qochib qoldi. Bir zumda o'rtalarida o'r-yiqit, qiy-chuv boshlanib ketdi. Otabek uzoqdan qo'l silkib o'zini yo'liga, Alixon izidan quvib ketidan ketdi. Qolganlar ham o'z yo'llari tomon burilishdi. Hangomani davomi esa ertasi kuni davom etdi. Atayin bo'lgandek, Ra'no shu kuni 2-3 marta o'nlarni oldidan chiqib qoldi. 2 sinf o'g'il bolalar urushib qolgani hammaga ma'lum bo'lgan, ammo kelishuvga ko'ra 2 taraf ham o'sha bo'lmaslik uchun janjal sababini chiqarishmadi. Ra'no esa har ko'rganda gap tashlayotgan 10A'lardan ko'ra unga yeb qo'ygudek qaragani bilan jimib qolgan Durbekka hayron edi. O'sha gapdan keyin bir hafta Adizni uyiga ham bormadi. Onasiga to'g'risini aytdi. U uyga borishimni sinfdoshlari noto'g'ri tushundi. Ona sho'rlik pul topish ilinjida qizini gapga tutib berishni o'ylamagan ekan. Shuning uchun endi somsa yopishga chiqmaydigan kunlari o'zi borib Oliya buviga yordam beradigan bo'ldi. Ra'no Adizdan bundan keyin ham bir gap aytishini kutgandi, ammo har doimgidek mum tishlab o'tiraverdi. Qish tugab bahor keldi. 8-mart yaqinlashib, sevgani borlar g'imirlab qoldi. Ramziddin, dedi sinfdoshi Durdonani tashlab 9Bdagi Faridaga o'tgan do'stiga Otabek. Bunisiga nima sovg'a qilasan? Bilmadim, hech narsani olmayapti-ku. Unga tishing o'tmaydi deganmiding, dedi Orif. Ha endi, tishi o'tkirlarni ham sovg'asini ko'ryapmiz. Ramziddin Saida Orifni sovg'asini 14-fevralda olmaganiga shama qildi. Zato atrofda mendan boshqa yo'q. Uzr, Orif boyvachcha, uni mazax qildi Ramziddin. Endi siz ham faqat atrofda yurishdan boshqasiga yaramaysizda. Bu gap Orifga yoqmadi. Meni niyatim jiddiy. Senga o'xshab
guldan gulga sakrab yurganim yo'q. Nima demoqchisan? Haziliga bunday javob kutmagan Ramziddin ham xo'mrayib oldi. Bo'ldi qillaring, o'rtaga Shamsiddin tushdi. Bir kami qizlar uchun jo'ja xo'roz bo'lishlaring qolgandi, dedi Bunyod ham ularga qo'shilib. Orifga bu gap yoqmay nari ketdi. Ha, nega Orif obkasini qo'ltiqlab yuribdi? Maktab bufetidan Umar bilan Adiz chiqib keldi. Yo'lda Orif ularga gap qotmay o'tib ketgandi. Dardimiz o'sha, deb qo'ydi Ramziddin. Senlarni darding ko'payib ketyapti-da, kuldi Umar. Borlaring, kirish bo'ldi. Umar aslida sal chetga olib Adiz bilan gaplashmoqchi edi. Shuning uchun qolganlarni kiritib yubordi. Menga qara, dedi Adizga jiddiy qarab. Ra'noni chindan yoqtirib qoldingmi? Bilmadim. Agar hali bilmasang, bu qizni nomiga isming aralashmasin. Shundoq ham ko'ngli yarim qiz. Yaxshilik qilaman deb yomonlik qilib qo'yma tag'in. Undan keyin sen boy oila farzandisan. Hayotda jamiyat qonunlari bexato ishlaydi, bilasanmi? Nega laqabing otaxon ekanini endi tushundim, dedi unga javoban Adiz. Chunki Umar aytgan gaplarni hech birini o'ylab ko'rmagan ekan. Ra'no 8-mart munosabati bilan maktabda o'tkaziladigan bayram she'rlari e'lon qilindi. Birinchisi tanishtiruv, ikkinchisi she'riy bellashuv, uchinchisi sahna ko'rinishi, to'rtinchisi mantiq qilish, beshinchisi erkin mavzu. Aslida sinfimizda bayramga qatnashishga talabgor qizlar ko'p, ammo she'riy aytishi uchun sinfimiz a'lochisi Ma'rifat, mantiq qilish uchun men kastinglarsiz tanlab olindik. Bunaqa narsalarni yoqtirmayman, ammo sinf rahbarimizga yo'q deya olmadim. Qolaversa bayram boshlanishi bilan biz o'z ishimiz bilan band bo'lamiz. Faqat oxiridagi qizlar erkin mavzu sifatida tanlagan raqsda ishtirok etsam bo'ldi. Ko'p talashib tortishib, oxiri Ozodbek Nazarbekovni Yig'lagim keldi qo'shig'ini tanladi qizlar. Oramizdagi eng raqsga usta qiz Mohiroy raqsni sahlanashtiradigan bo'ldi. Bayram kuni kelguncha Mohiroy bizni rosa olib keldi. Biz senga raqqosami? Dedi Dilbar zorlanib. Kerak bo'lsa bo'lasan, seni qo'ling kelishyapti. Qara, Ra'noni qo'li kelishyapti. To'g'risi ham raqs tushishga yaxshiman. Onamni ham to'ylarda chiroyli o'ynaysiz deb aytishadi. O'zlari ham maktabda bironta tadbir mensiz o'tmagan deydilar. Qachondan beri Adiz bilan bir og'iz ham gaplashganim yo'q. Eng qizig'i, Durbek ham jimib ketdi. Bunda Adizni qo'li bormikan yo? Lekin nega? Balki boshqa sabab bordir. Bayramdan bir kun avval qizlar bilan hamma narsani kelishib chiqayotsak, maktabdan chiqishda 10-sinf o'g'il bolalari bilan to'qnash kelib qoldik. Ha, unchalar, dedi Mohiroy bepisand. Oxirgi o'ringa tayyorlanyapsizlarmi? Ko'rmisan, g'ilay, biz o'g'il bolalarmiz, tirjaydi Ramziddin. Shu, qizlaringni aytyapman. Bizni qizlar bayramga tayyorlanyapti, sizni qizlaringiz kelinlikka tayyorlanyapti. Nima deganing bu? 8 boylar bizni yigitlarni ko'z ostiga olib yuribdi-ku. Checha. Mohiroy qovoq uydi. Onlar uni Shamsiddin sevadi deb joniga tekkizib yurar edi. Qolaversa Zaynab bor, balki menga ham tegishlidir bu gap. Qani-ku, sen nega bizga gap sotyapsan? 9lar ketdi. Ha, mayli, men ham boray. Ramziddin oldinda ketayotgan o'g'il bolalarga yetib oldi. Shu payt bir necha soniya orqasiga qaragan Adiz bilan ko'zlarimiz to'qnashib qoldi. U xiyol jilmayganga o'xshab ko'rindi. Bayram kuni biz birinchi shart boshlanishi bilan o'zimizga tegishli sinfxonaga kirib ish boshladik. 11, 2 10, 2 9 va 2 8dan jami 7 qizmiz. Hech kimga qaramay ish boshladim. Bu ish menga cho't emas. O'g'il bolalar olib kelgan kichkina mantiqasqon va gaz ballon tayyor turardi. Hamma o'z mahoratini ko'rsatishda bor kuchini sarflayapti. Bizni kuzatishga qo'ygan o'qituvchilar har zamonda vaqt haqida eslatib qo'yapti. Xamirni ikkitalab yoyganim uchun manti buqishni hammadan oldin boshladim. Oxirgi shartga qadar hamma o'zi pishirgan taomni hakamlar oldiga olib borib qo'ydi.
Navbat so'nggi shartga kelgandan keyin biz 3-chi bo'lib chiqishga tayyorgarlik ko'rish uchun sinfxonamizga kirdik. Mohiroy hammamizga bir xil ko'ylak toptirgan edi. Shoshib kiyina boshlar ekanman, taqib yurgan fartugimni sumkamga solish uchun ochdim-u, to'xtab qoldim. Ichida qandaydir uzun va yumaloq ichi ko'rinadigan quticha bor edi. Asta ochdim. Ichidan bir uzunasiga durbin qilib taxlangan qog'oz chiqdi. Bir ochdim-u, yopdim. Chunki qizlar kettik-kettikni boshladi. Ichimda bir titroq paydo bo'ldi. Qiziq, nima bo'ldi-u? Raqs tugagach shartlarga qo'yilgan ballarni ham kutmay sinfxonaga kirdim. Hech kim yo'q. Ayni muddao. Xatni ochdim. Qog'ozi ham oddiy qog'oz emas, qandaydir boshqacha. Shakli esa qadimiy kinolarda ko'rsatiladigan podsholar bitadigan xatlarni qog'ozini eslatar edi. Unga juda chiroyli qilib atirgul ushlab turgan qiz tasvirlangan edi. Qiz orqaga qarab turar, xayol burilgan yuzi juda ham menga o'xshardi. Rasm tagiga Ra'no degan so'z juda ham katta mahorat ila yozilgan ediki, buni yozuvdan ko'ra mohir rassom surati desa bo'lar edi. Shubhasiz, bu Adis. Sovg'ani zo'r usulini topibdi. Qanday qo'yganiga-ku besh kechish kerak. Bu bejirim sovg'ani asta o'rab, joyiga olib qo'ydim. Adis. Bayramdan uyga qaytib qilgan birinchi ishim Ozodbek Nazarbekovni yig'lagim keldi qo'shig'ini topish bo'ldi. Xayriyat, konsert dasturini diski bor ekan. O'tkazib topib oldim. Avval e'tibor bermagan ekanman. Juda zo'r qo'shiq ekan. Qum bosgan sahrolar dardim biladi. Egilgan tikanlar bag'rim tiladi. O'zgalar meni holimni so'raydi, ko'nglimni izmingga bog'layin endi. Oyog'ingni quchib yig'lagim keldi. Ko'nglimni izingga bog'layin endi, deb qo'shilib qo'ydim qo'shiqqa. Ha? Ko'p o'tmay bum kirib keldi. Qo'shiq eshitmasding-ku? Tirjayib qo'ydim. Men ketyapman, qo'shnilarni o'tirishi bor. Mayli, sen zerikmay o'tir. Xo'p. Hozir yolg'iz qolgim kelayotgan edi, yaxshi bo'ldi. Kechgacha qo'shiq eshitib yotdim. Xayolimda Ra'noni raqsi jonlandi. Keyin sovg'am esimga tushdi. Mendanligini bildim ekan. Bir zumda go'zal bahor jazira yoziga yaqinlashib qoldi. Bu yerda yuqori sinf o'quvchilari majburiy paxta ishiga jalb qilinar ekan. Chopiq, begonotlardan tozalash. Yagana esa qalin o'sgan paxtalarning orasidan yulib chiqish ekan. Birinchi kuni qiziqib chiqdim-u, issiqda Ramziddin aytganday o'lib qolay dedim. Bormaysan, dedi buvim ahvolimni ko'rib. Buva, hamma o'rtoqlarim boradi-ku. Senga chiqarmagan bu ishlarini. Indamadim-u, ertasi kuni baribir yana bordim. Biroq shu kuni qaytib kelib yegan ichganimni qayd qilib tashladim. Buvim meni issiq urganini aytdi. O'zi ham yomon urgan ekan, bir nechta tomchi ukol olishimga to'g'ri keldi. Yaxshi ham bu majburiy yordam ko'pga bormadi. Darsga qaytdik. Darsga qaytgan birinchi kunimiz Ra'noga navbatdagi sovg'ani berishni o'ylab yurganimda 11-sinfdagi Halim bilan tortishib qoldik. Blar bilan orani sport maktabini orqasida ochiq qilib olganimizdan beri ular jimib ketgan, Ra'noni tinch qo'yish shartini menimcha bajarib yurishgan edi. Halim bilan esa jismoniy tarbiya darsida yovlashib ketdik. Jismoniy tarbiya o'qituvchimiz 2 sinfni qo'shib o'tib, to'pni o'rtaga otib futbol o'ynatishdan nariga o'tmas edi. Ko'pincha bu 2 sinfdan kimnidir tortishib qolishi bilan tugar edi. Bu gal esa men va Halimni tortishuvimiz darsdan keyinga ham davom etdi. Halim meni mensimay osmondan kelib dimoq qildi. O'rtaga Umar tushib ajratib oldi. Bo'lmasa, haqini olardi. Nega bunaqasan? Dedi Umar sinfga qaytganimizda. Birdan yo'qa bo'g'ish shartmi? Bir-ikki og'iz gap bilan ham hal qilsa bo'ladi. Sal balanddan kelsang, qochishga kavak izlaydigan bola u. Rostdan so'ksa so'k, hadeb mushtingni ko'rsatmay. Men biroz Umarga qarab turdim-da, o'zim haqimda ular bilmagan bir gapni aytdim. 5 yoshimda otam bilan avtohalokatga uchraganmiz. Menga hech narsa qilmagan, lekin otam boshidan kuchli jarohat olib vafot etgan. O'shanda uni oldiga borganimda u jon berayotganda 5 yil gapirmaganman. Miyamni sal anaqaroqligi ham shundan.
Tirjaymoqchi edim, menimcha o'xshamadi. Qolganlar menga tikilib turibdi. Keyin 2 yil tirimni nuqson ustida ishladi shifokor. Gapirishni boshlaganimga 4 yil bo'lib qoldi, lekin haliyam kuchli hayajonlansam duduqlanaman. Shunga mushtum ishlab ketadi. Yomon ishlaydi-da, dedi Umar. Birontaga biror narsa qilib qo'yib, baloga qolib ketma deyman. Indamadim. Mayli, o'zi bu yog'i qancha qoldi? Jimgina bitirib olay 10-sinfni. Ammo bu halim meni sira tinch qo'yay demadi. Hali u deb, hali bu deb asabimga o'ynab qo'yyapti. Umar qo'yaver deb bosib qo'yadi. Alixon esa och biqiniga ur deb maslahat beradi har zamonda. Haliyam o'zicha indamaganimga qo'rqdi deb indamay ketdi. Ammo bu o'rtamizda yuz beradigan jangni oldini olishga sabab bo'la olmadi. Bunga yana Ra'no sabab bo'ldi. Halim uni atrofida o'ralashib yurganini menga Ramziddin aytib qoldi. Seni hech tushunmayman. Ko'zingni hech uzmaysan, lekin biror marta yoniga borganingni ham ko'rmadim. Javob bermadim, ammo jahlim chiqdi. Men Ra'noni gap so'zga qolmasin desam. Shanba kuni ketishda Halim meni ko'z oldimda Ra'noni yonida paydo bo'lib, uni yelkasi bilan bir turtib yo'lakdan pastga itarib ketdi. 1-2 qadam yurib, orqaga qayrilgancha tirjaydi. "Ey, uzr, Ra'no, hech joying ko'karmadimi?" Ra'no qizarib ketdi. "Bor yo'qol", dedi Mohiroy Ra'noni qo'lidan tortib yo'lakka tortib chiqarar ekan. "Senga emas, Ra'noga aytyapman." Ra'no javob bermay keta boshladi. "Ey, senga aytyapman." Yo'lakda sanoqli odam qolgan. Halim Ra'noni yo'lini to'sib oldi. Endi chidab tura olmayman. Qadamimni tezlatib ularga yetib oldim. Ra'noni chetroqqa surib Halimga qaradim. "Sen Ra'nomisan?" Nimanidir sezgan Halim menga emas Ra'noga iljaydi. Atrofimizda 10 va 11lar jam bo'ldi. "Bu yerda emas", dedi Umar meni turtib. "Qani, maktab orqasiga." 11-sinf sardori boshi bilan imo qildi. Meni esa yana sinfdoshlarimni boshini baloga qo'yish niyatim yo'q edi. "Shu yerda hal qilamiz", dedim jahlim chiqib. Ra'noga yaqinlashganingni ko'rmay. "O", tomoshabinlar orasida Ra'noni sinfdoshlari ham bor edi. "Nima qilasan?" Halim kelib yoqamdan oldi. Ammo qo'lini shunchalik tez ushlab orqasiga qayirib egildirib oldimki, hamma bir zum baqirib qoldi. "Yomon bo'ladi." Halim oriyat zo'rligidan bir necha soniya chidab tura oldi xolos. "Qo'yib yubor", dedi keyin ingrab. "Ra'nodan uzoqroq yur", dedim uni uloqtirib. "Akobir, muallim kelyapti", dedi kimdir. Uni tepkisini yemaslik uchun hamma har tarafga tarqab ketdi. "Nima gap?" Zamdirektor oldimizga keldi. "Hech gap." Ramziddin va Otabek yelka qisib meni turtib qo'yishdi. Men esa Ra'noni qidirdim. U yo'q edi. Bu qilig'imdan xafa qilib qo'ydim menimcha. Ra'no. Uygacha qanday keldim bilmayman. Maktabda bo'lgan voqea hech ko'z oldimdan ketmasdi. Bu bolaning maqsadi nima o'zi? Har zamonda bir shunaqa ish qilib, meni endi tartibga solib olgan xayollarimni to'zg'itib yuboradi. Erta qanday maktabga boraman endi? Tuni bilan hayajonda uxlolmadim. Ertalab zo'rg'a turib maktabga bordim. Kirishim bilan hamma menga qaradi. Indamay kelib joyimga o'tirdim. Yaxshiyam kirish bo'lib qolib o'qituvchi kirib keldi. "Hammani o'zida kechagi gap", dedi Zaynab shivirlab. "Aytib qo'yay, Donaxondan uzoqroq yur. Hali seni izlab kelganda." Yuragim uvushdi. Nega meni hech tinch qo'yishmas ekan-a? Katta dadam ustida ham chiqmay o'tiraverdim. "Ra'no", shu payt oldimga Gulmira keldi. "Hammani og'zida Adis seni sevarmish degan gap. Oramizda hech gap yo'q", dedim boshimni ko'tarmay. "Men ham hammaga aytayapman. Ra'no Adisni uyda xizmatkor bo'lib ishlagan, shunga rahmi kelganidan himoya qilyapti", dedim. Bo'g'zimga bir achchiq narsa tiqilganday bo'ldi. Mana endi anchadan beri berayotgan savolni javobi. Uni menga rahmi keladi. Axir bu o'zi ham aytgan edi juda mehribon deb. Bu narsa meni himoya qilgan pastkashlardan ko'ra ko'proq xafa qildi. Adiz bilan to'qnashib qolganimizda oldidan ko'rmaganga olib o'tib ketdim. Ikkinchi martasida izimdan bir narsa demoqchidek qarab ham qoldi.
Bu sevgilini dimog'i osmonda-ku, dedi Sherdor Adizga. Boshqa tomondan to'g'riyam qiladi. U seni tenging emas. Adiz yalt etib Sherdorga qaradi. Bu sinfda Adiz kelishidan oldin Orif va Sherdor nafaqat sinfni, balki maktabni eng boy o'quvchilaridan edi. Orifga bu ko'p ta'sir etmagan edi-yu, Sherdor tug'ma aristokrat edi. U uncha-muncha odamni o'ziga teng ko'rmasdi. Sevgida o'lchov bo'lmaydi, dedi Adiz nari ketib. Ahmoq, dedi Sherdor uni aqlli gapi yoqmay. Ulardan sal narida esa ikkisi bir juft qora ko'z kuzatib turar edi. Sherdor qo'lida kitob ko'tarib olgan Ramziddinning ko'zi kutubxona derazasidan tashqarida qarab turgan Faridaga tushib, qosh qoqib qoldi. Ammo bu qilig'i qiziga yoqmay nari ketdi. Ha, rahmat, ko'rib chiqdim, dedi Sherdordan olgan informatikaga oid kitobni qaytarar ekan. Ha, bu yerda nima qilyapsan? Adizga anavinisi dimoq qilib o'tib ketgandi. Ozgina panyatka berib qo'yay degandim, yoqmadi. Bu bola gapni olmaydiganlardan qo'yaver. Hamma ikkovini Layla Majnunga chiqarib qo'ygan, o'zlari gaplashmay ham yuribdi. Ramziddin bu gapga ko'p ham e'tibor bermadi. Xayoliga kutubxonaga kirish fikri kelib, gapni qisqa qilib kutubxonaga yo'l oldi. Kirib borganida Farida hali chiqib ketmagan ekan. Ramziddinni ko'rib qoshlari xiyol chimirildi. U aftidan kutubxonani tartibga keltirishga yordam berar edi. Ramiz, yaxshi kelding, dedi kutubxonachi Chaman opa. Farida mana bu kitoblarni uzatib tursin deb, sen taxlab chiq. Stol bilan ham uni bo'yatmayapti. Mayli. Qulay imkondan xursand bo'lib ketdi yigit. Yana kutubxonachi chiqib ketdi. Shu yerga ko'p kirasan-a? Buncha kitobni hammasi qanday miyingga sig'adi? Sig'adi. O'zi qayerga topshirmoqchisan? Ingliz tiliga. Kollejda qolasanmi, maktabda? Maktab 9 yillik bo'lmasa, maktabda qolaman. Yaxshi-ku. Shamsiddin kitoblarni atayin sekin taxlab, qizni gapga solib o'tirar edi. Dars boshlanib ketmadimi? Hech narsa qilmaydi. O'zingchi. Men uchun javob olingan. Farida. Shu payt eshik ochilib Adiz kirib keldi. Seni Karimov chaqiryapti. Ana endi o'ldim. Ramziddin Faridaga qaradi, ammo u negadir qizargancha qo'lidan tushib ketgan kitobni qayta artayotgan edi. Kutib tursang, darsdan keyin yordam beraman. Shart emas, dedi Farida negadir ovozi titrab. Yigitlar chiqib ketgach, Farida qo'lidagi kitobni joyiga qo'ydi. Esing yig', Farida. Adiz seni aslo sevib qolmaydi. Ahmoq Ramziddin birinchi sabab bo'lsa, ikkinchisi Ra'no. Darhaqiqat, go'zallik borasida Farida Ra'no bilan bahslasha olmasdi. Ra'no. Katta tanaffusdan keyingi darsda kitob daftarimni olay desam, yana o'sha g'aroyib qutichali xat chiqdi. Yuragim shuv etdi. Kim va qanday soldi? Hozir ocholmayman. Qo'lim qaltirab doskaga mavzu va sanani qo'ydim. Buni Adiz qilyapti degan fikrni shamoli miyamni bir yalab o'tdi. Hamma kirib chiqayapti. Bemalol kirolmagan bo'lardi. Yoki birontasiga aytdimikin? Yo'q, unga bu nimaga kerak? Men uchun nimadir qilib zarilmi unga? Unda kim? Kim ustimdan kulmoqchi bo'lyapti? Yana 3 soat qanday o'tirdim bilmayman. Dars tugashi bilan uyga chopdim. Ostonada onam aytgan gaplarga chala yarim javob berib, xonamga kirdim. Shoshib, g'aroyib xat jildni ochdim. Ichida avvalgidek ingichka qilib o'ralgan xat. Avaylab ochdim. Bu galgi suratda ham terakka suyanib uzoqqa qarab turgan qiz. Men tasvirlangan edim. Bu joy biz sinfdosh qizlar bilan katta tanaffusda yig'ilib o'tiradigan terakzor. Rostdan ham men ko'pincha shunday suyanib o'tiraman. Nahotki u meni kuzatib yursa. Lekin xatni aniq Adiz jo'natayotganini bilmayman-ku. Balki meni kimdir ahmoq qilayotgandir. Bu fikrdan birdan kayfiyatim tushib ketdi. Nimalarni orzu qilyapman o'zi. Yana 2 hafta o'qish qoldi, keyin imtihonlar. Onlar ham, biz ham ko'p o'tmay ta'tilga chiqamiz. Keyin men Adizni ko'rmayman.
Yashirib nima qilaman? Maktabdagi ko'pgina qizlar qatori men ham uni yaxshi ko'rib qolganman. Boshqa bolalarga nisbatan jiddiy, ko'rkam, sirli. Nahotki shunday yigit menga ko'ngil qo'ygan bo'lsa? Bir xayolim xatni ko'rsatib sizni ishingizmi deb so'rash, lekin yo'q desa nima degan odam bo'laman. Ertalab boshim shishib o'rnimdan turdim. Spir-sidir qilay deb tashqariga chiqsam, opam o'tiribdi. Qiziq, qachon keldi ekan? Opa, yaxshimisiz? Dedim unga yaqin borib. Yaxshi. Anora opam saqishni qattiq-qattiq chaynagancha ikki yuzimdan o'pdi. Buncha ham chiroyli bo'lib ketmasang kundan kunga? Qayerlarda yuribsiz, opa? O'qishingni bil. Yaxshi o'qi. Men bilan ishing bo'lmasin. Ra'no. Shu payt onam qo'lida bir narsa bilan chiqib keldi. Anora opam bilan gaplashganim ularga yoqmadi menimcha. Sen esa mana, qo'lidagini opamga tutdi. Onangni hamma taqinchog'ini oldi, ket. Dadang ko'rsa janjal boshlaydi. Onamdan qolgan boshqa narsalarga ham tegmang, hali ularni ham olib ketaman. Opam ko'chaga yo'naldi. Mana meni haqiqiy hayotim. Kecha o'zimdan malika yasab yubordim shekilli. Ertaklar hayotda takrorlanmagani uchun ham ertakligini unutib qo'ydim shekilli. Maktabga kayfiyatsiz bordim. Darslarga ham yaxshi qatnasha olmadim. Adabiyotdan 4 oldim. Ustozimiz oxirgi paytlar tushib ketyapsan deb urishib berdi. Ikki xayolim adizda, ammo o'chakishgandek uni sira ko'rmadim. Har doim boradigan terakzorga esa bormadim. Kechagi suratdan keyin borsam yaxshi bo'lmas menimcha. Suratni eslab yuragim bir orziqib ketdi. Kimdir sizni suratingizdan tushsa, baribir yoqimli. Surat. 3-suratni 25-may kuni oldim. Bayram yakshanbaga to'g'ri keldi. Shunday bo'lsa ham, kuni o'zgartirilmay bayram munosabati bilan kichikroq tadbir uyushtirildi. 11lar kattaroq bayram qilib berishni xohlashmadi. Chunki qizlari juda og'ir bosiq, Mohiroyni ta'biricha do'mboqqina yumshoqqina qizlar. Bayramlarda zo'rg'a chiqish qilishar edi. Shu kuni hali menga tasodifan to'qnashib ketib, yuzimga g'alati qarab ketdi. Hammamiz bayramga chiqdik. Ko'p o'tmay boshim og'riy boshladi. O'tirgim kelmay, o'qituvchimizdan javob so'radim. Mayli bor, dedi sinf rahbarimiz. Boshimni ushlab sinfxonaga qaytdim. Sumkamni yelkamga ilib, yo'lga tushdim. Uygacha arang yetib borib o'zimni yostiqqa tashladim. Bir amallab bitta dori topib ichib uyquga ketdim. Bilmadim. Yoz kelay deganda bu dard qayerdan yopishdi menga? Ra'no. Onamni turtishidan uyg'onib ketdim. Ha, nega uxlab yotibsan? Boshim og'rib issig'im chiqqandi. Issig'ing yo'q-ku? Yaxshi bo'ldim shekilli, yomon terlabman. Ha, tur bo'lmasa, ovqatlanmagan ham bo'lsang kerak. Yo'q. Lanjligim ketmasa ham turib uy ishlariga qarasha boshladim. Ishtaham yo'q hisob. Onamni olib berishga qurbi yetmaydigan narsalar yegim kelyapti. Yozni shamollash ketmaydi deyishardi. Rost ekan. Kechqurun ham dori ichib uxladim. Sinf rahbarimiz qo'yilgan imtihonlarimiz tugaguncha har kuni kelishimizni tayinlagan. Ertalab istar-istamas sumkamni oldim. Kitoblarimizni kecha yig'ib olishgan. Bizni sinf qolgan ekan faqat. Shuning uchun kecha hamma o'zi kelsa bir sumka bilan borgan edik. Endi faqat imtihon bo'ladigan fanlarimizni kitobi qolgan. Ularni yoniga daftarlarimizni solay desam, yana o'sha quticha. Yuragim bir qalqib ketdi. Shoshib, xatjildni ochdim. Men o'tiradigan deraza yonidagi joy. Doskaga qarab nimalarnidir yozayotgan qizni rassom tashqaridan turib tasvirlagan. Surat tagiga juda chiroyli qilib atirgul rasmi chizilgan. Shunchalik mahorat bilan chizilganki, xuddi haqiqiydek. Hidlab ko'rgingiz keladi. Ra'no, chiqavermaganimga onam chaqirdi. Hozir. Kayfiyatim o'z-o'zidan ko'tarilib ovqatga bordim. Bugun men somsaxonada ko'proq qolishim kerak ekan. Oliy buvinikiga ertaga boraman. Men borib kelaymi? Deb yubordim beixtiyor. O'zing. Ha, unda birov jahlimni chiqargandi. Oliy xola o'sha kuni meni ko'chada ko'rib, birozgina qilgandi. Shunga bir borib kelardim. Mayli. Menga ham shu yaxshi. Onam choyini ichib ketdi. Dadam hali turmagan. 6 bitirayotgan ukam ertalabdan sport maktabga ketgan. Uyda o'zim.
Biroz holsizman. Onam e'tibor ham bermadi. Ular ro'zg'or boqaman deb bizdan ko'p ham aylanib o'rgilib yotmaydi. Ammo nima qilsa ham biz uchun qiladi. Gapimga ham ko'p ahamiyat bermadi, chunki miyasida mingta tashvish, bittasidan men qutqarganimga xursand. Aytishga aytib o'z ishimdan o'zim uyalib ketdim. Nimalar qilyapman o'zi? Adis. Oxirgi paytlar Ranoni ko'p ham ko'rmayapman. Ko'rsam ham u meni ko'rmaganga olib ketadi. 2 marta Mohiroy orqali xat berdim. Munosabati o'zgarmadi. Xat mendanligini sezmadimi yoki mendanligini yoqmadimi? Bilmadim. O'zi bilan yuzma-yuz gaplashay deyman-u, nima deyishni bilmayman-da. Salom, qalaysan? Men seni sevib qoldim deymanmi? Yoki xatda bildirsammi? Ishonmaydi. Men shundan qo'rqaman. Yuragimga kirib kelgan sanoqli odamlardan biri u axir. Oyim qo'ng'iroq qilganida ilk bor otam haqida so'radim. Oyi, dadam bilan qanday tanishgansiz? Tasodifan bergan savolimga oyim avvaliga hayron bo'ldi. Keyin kulgani eshitildi. Nega so'rab qolding? O'zim ko'p narsani buvam aytib bergan. Ular haqida sizdan hech eshitmaganman. Juda ham otangga o'xshaysan. U ham sendek bir dilli odam edi. Hayotda hech kimnikiga o'xshamagan qadriyatlari bor edi. Oyim biroz jim bo'lib qoldi. Menimcha, ularni xafa qilib qo'ydim. Kechiring, oyi. Kechirim so'raydigan ish qilmading. Dadang bilan maktabda o'qib yurgan paytimiz tanishganmiz. U boy oila farzandi, men esa yetimxonada yashaydigan qiz. Boshida sevgisiga ishonmaganman. Meni ahmoq qilish niyatida o'ylaganman. Ammo dadang maktabni bitirgan kuni menga uzuk sovg'a qilgan. Uzuk? Ha, buvayni menga uylanishga ko'ndirgan. Oyimning ovozida hamon o'sha kunlarga bo'lgan sog'inchni his qildim. Uni haliyam yaxshi ko'raman, dedi keyin ovozi titrab. Ba'zi odamlar quyoshga o'xshaydi. Ularga yetib bo'lmaganidek kechib ham bo'lmaydi. Yoningda bo'lmasa ham qalbingni qizdirib turadi. Ikkimiz ham jim qoldik. Sevib qolganing rost ekan-da. Ismi kim? Rano. Ulg'ayib ham qolding, o'g'lim. Oyimning ovozi titradi. Ular bilan xayrlashib, tuni bilan xayol surib chiqdim. Davomi bor. Muallif Maftuna Abdullayeva, ijrochi Rustamova Nozimaxon.